Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmon Muzaffar Mahmudovichman. Hurmatli yurtdoshlarim, mana bugungi sanamiz 2026-yilning 25-yanvar haftaning dam olish yakshanba kuni mana bu hudud Jizzax shahrining markazida joylashgan Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Qodirov G'ayrat Toyirovichga men hozir bir Do'stlik tumanida bo'lgan yo'l harakat xavfsizligi inspektor xodimi Qo'ng'irbayev Sherzodning qilgan xatti-harakatlarini nazoratga olishini, tartibga qay holatda transport boshqarish huquqini mast holatda ekanligini aniqlash to'g'risidagi nizom bandlarini buzgan holatlarini e'tiborga olishini so'rab, men bugun yana qaytaryapman 2026-yilning 25-yanvar kuni bu generalning qabuliga kelib, qani bugun general G'ayrat Qodirov Toyirovich fuqarolarni qabul qiladimi yo'qmi degan nazarda kelsam, lekin bugun bu dam olishni dam demay, mana bu G'ayrat Qodirov o'zini vazifasini a'lo darajada bajarganiga meni ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. Lekin bu yo'l harakat xavfsizligi xodimi Do'stlik tumanida bolalar bo'limida ishlovchi hamshira Parmonova Ozodani spirtli iste'mol qilgan holati bo'yicha buni qandaydir bayonnomalar bilan rasmiylashtirgan holatini men shu Jizzax viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Saidahmedov Ali Muhammad akaga ham qabuliga kirib, uning o'rinbosari yo'l harakat xavfsizligi ya'ni GAI xodimlari bilan ish holati bo'yicha shug'ullanuvchi o'rinbosari ya'ni Ahmedov Sharobin akaga ham bo'lgan holatlarni aytib o'tganman. Lekin hurmatli yurtdoshlarim, mana bugungi kunimda bu G'ayrat Qodirov fuqarolarni yakshanba kuni ham qabul qilganiga hayron qolasan odam. Lekin qani endi xuddi shunday bizning boshqa yon qo'shni viloyatimizdagi ichki ishlar boshqarma boshliqlari ham xuddi shunday fuqarolarni qabul qilyaptimi yo'qmi, menga bunisi qorong'u. Lekin bu haqiqatdan ham bu Qodirov G'ayrat lekin o'z vazifasiga namunali, qoniqarli darajada xalqni dardini eshitib, shu fikri bilan o'zining tushuntirish ishlarini olib boryapti. Lekin mana bu joydagi holatda yo'l harakat xavfsizligi yana qaytaryapman inspektori, ya'ni GAI xodimi bu Do'stlik tumanidagi fuqaro hamshiraning mast holatda ekanligini aniqlab, unga nisbatan bayonnoma tuzgan. Va nihoyat Do'stlik tumanidagi sud uni ko'rmasdan uni ishini Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidagi sudya uni holatlariga ajrim qarori chiqargan. Ajrimni ham qanday chiqargan? Ajrimni shunday chiqarganki, u Parmonova Ozodaga nisbatan 3 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilinib, 16 million so'mdan yuqori jarima tayinlagan. Lekin bu sudya bu ayolning yolg'iz boquvchiligini va nihoyat uning o'g'illari, qizlari qayerda ishlashini, o'zi 1,5 million so'm maosh olib ish faoliyat olib borishini aytsa ham, uni bu o'ng qulog'idan chiqib, chap qulog'iga chiqib ketgan. Undan e'tiroz qilib, Jizzax viloyati sud raisining o'rinbosari Orzuqulovga borib, qayta apellyatsiya tartibida adolat so'rab yana shikoyat keltirgan. Lekin u joyda ham viloyat sud raisining o'rinbosari Orzuqulov ham ko'rib, bu Farmonova Ozodaning chiqargan qarorlariga hech qanday o'zgarish qildirmasdan uni yana sud o'z kuchida qoldirgan. Hayron qolasan odam. Oddiy ayolga 3 yil
haydovchilik huquqidan mahrum qilinsa. Lekin buni Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov bu holatni qanday tushunsa bo'ladi bu sud raislaringizga. Lekin men bu holatni oydinlik qilish maqsadida Jizzax shahriga kelib, men qiziqib o'rgansam, Arnasoy tuman sudi raisi meni kutib olib, bu vaholanki Farmon va Ozodaga to'plangan material bilan men ko'z kechirganimga hayron bo'lib turibdi. Lekin bu holat bo'yicha Jizzax viloyat sud raisining qabuliga kelsam, Jizzax viloyatining sud raisi o'z o'tiradigan joyida yo'q. Lekin unga qancha davlat budjetidan unga katta hashamatli bino qilib qo'ygan. Nima uchun bu sud raisi belgilangan tartibda o'z vaqtida o'tirmagan? Lekin men u sud raisining oldiga qabuliga belgilangan ish kunlari kelganman. Hayron qolasan. Undan ko'ra bu sud raislari Farmon va Ozodaga nisbatan bu Arnasoy tuman ma'muriy sudi, ya'ni tergov yangi ochilgan sudya. Undan ko'ra siz otuv berganingiz yaxshi emasmidi? Qolaversa, Jizzax viloyat sudining o'rinbosari Orziqulov, siz undan ko'ra umrbod jazosi bersangiz bo'lmasmidi? Vaholanki bu endi bu Oliy sudga borsa undan chiqdi, buni otuvga ham berishga sizlar qandaydir qaror qilasizlarmi degan menda taxmin keldi. Lekin mana Jizzax viloyatining ichki ishlar boshqarma boshlig'i Qodirov G'ayrat Toyirovich lekin yakshanba dam olish kuni dam demay, kun demay, lekin o'z ish faoliyatini boshlayapti. 5 qo'l baravar emas degani xuddi shunday ekan. Lekin hurmatli do'stlarim, bugun endi hozir men 2026-yilning 26-yanvar kuni bu yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Saidahmedov Ali Muhammad aka podpolkovnik hozir qabuliga bu Ozodaxon Farmonovani hamda uning otasi, ya'ni 86 yoshlik otani olib hozir qabuliga olib kiraman. Hurmatli do'stlar, qani bu mening olib borayotgan qiziqqan sizlar uchun bu hamshiraga qilingan xatti-harakatlari nima bilan yakun topadi? Sizlar oxirida bu narsani hammasini sizlarga yetkazib boraman. Hurmatli do'stlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.